Assalomu alaykum, hurmatli insonlar. Men bir kitob o'qib chiqdim. Judayam yaxshi va to'g'ri yo'l ko'rsatadigan kitob ekan. Bu kitob Abu Hamid G'assolining Mukashshafatul Qulub, qalblar kashfiyoti degan kitob ekan. Birinchi kitob Allohdan qo'rqish. Hikmat ahlidan birining aytishicha, vujudning sog'ligi va omonligi oz yeyishdan, ruhning sog'ligi, omonligi gunoh qilmaslikdandir. Dinning omonligi esa Alloh yaratgan zotlarning eng ulug'i Muhammadning sallallohu alayhi vasallam go'zal xulqlariga ergashishdir. Alloh azza va jalla bunday deb marhamat qiladi: ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqingiz va har bir jon egasi ertangi kun va qiyomat uchun nimani, qanday amalini taqdim etganiga qarasin. Allohdan qo'rqingiz, albatta Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Mazkur oyatning mazmuni bunday: Allohdan qo'rqing, unga itoat eting, moddiy va ma'naviy azob chekayotganlarga yordam bering, doimo Alloh yo'lida bo'ling. Qiyomat kuni buning mukofotini olasiz, chunki Alloh savob amallaringizni ham, gunoh ishingizni ham, nima qilgan bo'lsangiz hammasini biladi. Farishtalar, osmon, yer, kecha kunduz hammasi inson nima qilgan bo'lsa shu haqda qiyomat kuni guvohlik beradi. Hatto inson tanasining a'zolari o'zi to'g'risida guvohlik qiladi. Er iymonli va ixlosli kishilarga guvoh bo'lib mening ustimda namoz o'qidi, ro'za tutdi, hojga bordi deydi. Erning bu guvohligidan Allohdan qo'rqqan, ya'ni taqvodor inson sevinadi. Er esa iymonsizlar to'g'risida guvohlik berib mening ustimda fahsh ishlarni qildi, ichkilikka ruju qo'ydi, boshqalar haqqini yedi deydi. Rahmlilar ichida eng rahmli bo'lgan Alloh qiyomat kuni iymonsizlar bilan osiylarni ipidan ignasigacha sinchiklab so'roq qilganda ularning holiga voy bo'ladi. Butun vujudi va barcha a'zolari bilan Allohdan qo'rqqan kishilar mo'minlardir. Bu borada imom Abul Lays Samarqandiy bunday deydi: Allohdan qo'rqqanning alomati 7 narsa namoyon bo'ladi. Birinchi, tilda. Allohdan qo'rqqan odam tilini yolg'on, g'iybat, boshqalarga bo'xton qilish va bekorchi so'zlarni aytishdan tiyadi. Uni Allohni zikr etuvchi, Qur'on o'quvchi va ilmiy muzokaralar bilan mashg'ul a'zo holida shay tutadi. Ikkinchi, qalbda. Allohdan qo'rqqan kishi qalbida musulmon qardoshlariga dushmanlik his etmaydi. Yolg'on, bo'xton va hasad qilish kabi g'ayriinsoniy tuyg'ularni qalbidan o'chiradi. Chunki hasad kishining go'zal amallarini mahv etadi. Shunga ko'ra Allohning rasuli buyuradi: olov o'tini yeb bitirgani kabi hasad ham insonning go'zal amallarini yeb bitiradi. Ey o'quvchi, bilki hasad qalblarga joylashib jamiyat hayotida katta zararlarga yo'l ochuvchi yomon kasallikdir. Qalblardagi xastaliklar, ya'ni yomon tuyg'ular, yomon fe'llar faqat ilm va amal tufayli muolaja topishi mumkin. Uchinchi, ko'zda.
Allohdan qo'rqqan odam yeyish, ichish, kiyinish va boshqa ishlarda ham ko'zini haromdan saqlaydi. Dunyoga hirs va har narsaga ega bo'lish ishtiyoqi bilan emas, ibodat nazari ila qaraydi. Halol bo'lmagan narsalarga qarashdan tiyiladi. Shuning uchun ham Allohning rasuli buyuradi: kim ko'zini harom narsalar bilan to'ldirsa, Alloh ham qiyomat kuni uning ko'zini olov bilan to'ldiradi. 4. Me'dada Allohdan qo'rqqan odam me'dasiga harom luqma bermaydi, chunki harom luqma yeyish eng katta gunohlardan biridir. Shu bois Allohning rasuli buyuradi: inson zoti me'dasiga bir luqma harom tushganda, bu luqma me'dasida qancha vaqt tursa, yer-u ko'kdagi farishtalar ham unga shuncha vaqt la'nat aytadilar. 5. Allohdan qo'rqqan inson qo'lini haromga uzatmaydi, aksincha Allohning rizosiga uyg'un narsalarga uzatadi. Qalbidan bunday rivoyat naql etilgan: Alloh yashil zumraddan bir bino yaratgan. Bu binoda 70 ming doira va har doirada 1000 xona bor. Bu yerga faqatgina o'ziga harom narsa in'om etilgan yolg'iz Allohdan qo'rqqani uchun uni rad qilgan kishilar kiradi. Oltinchi, oyoqda Allohdan qo'rqqan odam isyon yo'lida emas, Allohga itoat yo'lida odimlaydi. Ilm, ma'rifat va yaxshi axloq o'rganish maqsadida olimlar va solih kishilar majlisiga boradi. 7. Itoatda Allohdan qo'rqqan odam yolg'iz Allohning rizosi uchun unga itoat etadi. Riyo insonlarga o'zini yoki ishlarini ko'z qilish va ikkiyuzlamachilikda saqlaydi. Shunday qilib, bir kimsaning 6 a'zosida va 7-chi o'laroq ibodatida shu hollar mavjud bo'lsa, demak u Allohning